Bu kunda televizorda bema'ni sahnalar qo'yilar faqat. Yo'qoldi toptaldi bugun qadriyat. Qadriyatsiz o'lar oqibat. Yaxshiyam yordamimiz bor. Baxtimizga boru, doim bizga yoru, u bilan kulamiz. Yig'laymiz. Biz bir oilamiz. Xayrli tong, siz bilan Tom Taker. Bugun dasturimizda ko'chada suhbatlashib turgan odamning orqasidan fakt ko'rsatib turgan yigit. Ammo oldin, kechasi Kuahokka qorli bo'ron keldi. Ob-havo haqida osiyolik hamkasbimiz Trisha Nakahomo gapiradi. Yo'q, bu noto'g'ri. Unday bo'lmaydi. Meni qor muzlab qolgan mashinalar va bir to'nka qurshab olgan. U qor yog'sa ko'chada maykada chiqib oladi. Bu safsata. Ishxonamda bittasi 1 litr motor yog'ini ichib yubordi, lekin hech narsa qilmadi. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Voy bolalar, qaranglar. Men qorga ismimni siydim. Xudoyim, Jo. Hammasi joyida. Hayır, hamma qo'shnilarimiz yig'ilyaptimi? Umid qilamanki, anavi qo'rqinchli albinos kelmaydi. Undan etim titrab ketadi. Salom, Peter. Salom, Bill. Bu yerda qorda nima qilyapsan? Quyonimni shifokorga olib ketyapman. Nima bo'ldi? Yuragingiz ochildi, janob Gerber. Rahmat, Chris. Ammo ana u yerda hali qoldi. Qo'y, qara limonli qor. Nima? Ha, juda mazali. Limonli qor? Ya'ni u shunchaki osmondan tushib qoldimi? Xuddi shunday, tabiat hadyasi. Uni yeb ko'rasanmi? Yo'q, qornim to'q edi. Boshqa bolalar kelmasidan o'zing yeb ko'r. Bu italyancha muzdekmi? Ha, to'g'ri, sharbatga o'xshash. Bu limon emas. Albatta yo'q. Voy, sen ablah, mazza qilib qor o'ynab yurgandim. Sen bo'lsang hammasini buzding. Xuddi pitseriyadagi buzuq salatdek. Hop, to'rtta pitsa va salat. Salat uni qanday tayyorlashadi? Boshida bir boshoq latuk solamiz. Hatto yeb bo'lmaydigan oq joyini hammi? Hamma uni shunday qilib yeydi. Xo'p, yana nima? Qora alifbalar bankasi bor, ularni kesib chiqaymi? Nima, esingni yedingmi? Butunligicha qoldir. Alifga og'ziga kirganini bilib turishlari kerak axir. Pomidorni nima qilamiz? Uni 3 ga bo'l, tishlari qizil bo'lib qolish uchun yetarlicha katta bo'lsin. Sabzini-chi, uni kesaymi? Ha, faqat ingichka qilib, sabzini uzunligi bo'yicha bitta ingichka bo'lak. Mayli, yana nima bor? Xo'sh, Yana chiqalampir bor, ammo uni yeb bo'lmaydi. hammasi joyida. Ularni hammasini sol. Endi nima, likopchaga solaymi? Yo'q, mana bu lazanya idishiga sol. Mayli, bo'ldi, ketyapman. Oh, faqat pizzani ustida olib bor, issiqqina turishi uchun. Mazasini yo'qotmaydi. Allo, har bir pizzeriya. Bu va boshqa multseriallarni bizni dublyajda tomosha qilishni istasangiz, Geek TV Premium guruhiga obuna bo'ling. Yoqimli tomosha tilaymiz.